Nega biz olmasligimiz kerak hamma olib? Bizda eshik qisganmi? Biz ham olamiz. Ketdik. Qarasam Instagram, TikTokka butun chet elliklar bosib ketibdi. O'zbekiston deb. Nimaga O'zbekiston deb chet elliklar olayotganda biz ololmaymiz deb men ham ishga kirishdim. Biz futbolchilarimiz shunchalik qiynalib, issiq, sovuq demay futbol o'ynab, biz uchun o'ynayapti. Nimaga men endi 12 soat qiynalib bitta makiyaj ololmayman deb o'zimga o'zim podдержка berib turdim. Qilasan, eplaysan, odamlar operatsiya qilyapti, oyga uchyapti, futbol o'ynab jahon chempionatiga ketyapti deb. Bilmayman, qilolmayman deb kutsang hech narsani qilolmaysan. Hatto qilolmasang ham qilib ko'rishga harakat qildim. Va natijasi yaxshi, yomon emas. Montajlarni bir narsa qilib epladim. Basharamni rasm daftar qilib yubordim o'zim. 10 marta o'chirib, 10 marta surtdim, qizarib ketdi artaverganimga. Qarasam pollagacha bo'yoq bo'lib ketgan. O'zbekiston bayrog'ini polga chizib chiqmanman xolos. O'zi ham kunduzgi 5 ta boshlagan makiyajimni ertalab 5 ta tugatdim. Makiyajimni bir narsa qilib o'chirib olib yotdim-da. Ertalab turmasdan montaj qildim. O'zi ham uxladimmi yo'qmi unisini bilmayman. Qizim uxlatmadi ham. Futbolda 12 kishi ham o'ynaydim devordim. O'zi ham ishonasizlarmi? 12 ta odamni har biriga alohida makiyaj qilguncha. Meni eng qiynagani shu ko'rib bo'ldi. Shu deyaverib qiynalib charchab ketdim. Eng osoni Husanov bo'ldi. Shunchaki Husanov deb 2 marta oldim, tugadi. O'zi ham hamma futbolchilarning familiyasini yodlab oldim. Uxlaganimda ham hattoki qulog'im tagida ovozi eshitilyapti. O'lgunimcha esimdan chiqmasa kerak. Agar shunaqa trendda yana bitta olsam, umrimning oxirigacha futbolchilar bilan qolib ketaman. Futbolga qiziqib, hozir futbol ko'radigan ham bo'lib qoldim. Qisqasi, o'qildim, trendni oldim. Videoyimni, mehnatimni qadriga yetasizlar degan umiddaman. Olg'a O'zbekiston.